Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşçülər. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Amerikanın paytaxtı Washington təsis qılınğan Şərq Türkistan Uyğur televiziyasına xoş gəldinizlər. Mən bugünkü proqramның vaqtlıq riyasətçisi Nurməhəmməd Musabay. Bu yıl 5-ci ayının 2-ci gündən 8-ci günügəcə Dünya Uyğur Qurultayının sahibxanlığında hər qaysı dövlətlərdə yaşayotqan Uyğurlarının vəkillərinin qatnışıda Şərq Türkistan Uyğur Ali Kengaş yığını çağırış aldırmaqda. Biz bu yığının içiliş haqqında texnik inqirab məlumat veriş üçün Dünya Uyğur Qurultayının rəisi, Uyğur xalqının milli rəhbəri və liderimiz hörmətli Rabiya xanımını ziyaret qıldıq. Rabimdə, siz chet eldə yaşayotqan Uyğurlar tarixi əhəmiyyətə bir çoğ yığın çağırış alıb tursunuz. Bu yığının içişini siz təklif qilgan, siz bununki təşəbbüskarı. Bu yığını içişdəki məqsədiniz ve nişanınız neymen? Neymiş için bu yığın yetişişinize zor olup kaldı? Yaxşı sual sordunuz, muhbir efendim. Ben bugün bu yığının içilişi sebebini hem bütün dünyadaki anlayıcı qarindaşlarımның toluq düşünüp anlaşını ümit kılımən, hem sizin bu yığının əhmiyyətini toluq düşünüşünüzü ümit kılımən. Çünkü her bir adamның 5-ci ayda içiladigan Uyğur Ali Kengişinin əhmiyyətini mən arzu qılğandək, mən düşəngəndək, kəlgisida boladigan muşu yığının əhmiyyətinin zürür ekanligini hər bir Uyğur qarindaşlarımның, hər bir Şərqi Türkistanlıq qarindaşlarımның intayın iniq düşünüşünü ve muşu yığından nait zor ümitlerini kütüşünü, muşu yığından xulası ve muşu yığından keyin inqilabçılarımızın, rəhbərlərimizin, davagarlarımızın, davayımızın xalqımızga hakikaten şundaq bir mühim bir nərsini berişini mən ümit qılıman. Şunun için bu yığından əhmiyyəti doğruluq mən cəmiyyətdə Xitay hökumətinin, Xitay təcavüzçilərinin özlərinin casuslığını çıkarıp, muşu yığının ki nait ciddi yığınlık boğallığı için, muşu yığının əhmiyyətinin naiti ötkür boğallığı için ve ciddi paytda içilganlığı için Uyğur xalqıga nait çoğ faydalarını ekilediğen ve Uyğur xalqının hakiki 60 yıldan beri sızılmagan xaritasının sızılıdığanlığı ve Uyğur xalqının yetekçi bir ideyasının dünyaya çıkıdığanlığı, Uyğur xalqının Xitaydan alıdığan nərsinin mücmel emas, nait iniq oturğu koyulduğanlığını bilip qalğanlığı için Xitay hükümeti bizning bu yığınımızga ciddi hareket götürdü. Xitay casusları bu yığını her xil fitne ihvala bilen birden Dünya Uyğur Qurultayının kengaytirilgan yığını dese, yani birden bu yığın Uyğur'un avtonomiyasını talep kıldığan yığın dese, yani birden bu yığın qandaq yığın buluşu mümkün, o Uyğur degan yığını qandaq açtı, ana aşında açıdı, muşunda açıdı dep uşaq düşək pişkinlərini taxtıb atıdı, muhbir efendim. Rəhmət. Bu yığının muvaffəqiyyət geçirişi, yığının yaxşı bir nəticələrini Uyğur xalqının istəyi üçün, yaxşı bir tiləklər yetiş üçün siz cəmaatın, yani dünyada yaşayan Uyğur xalqının nemələrini kütüsünüz? Mən turmadan çıxılı 6 yıl oldu. Mən özüm 65 yaşa kirib qaldım. Uyğur xalqının 65 yaşımgacha nurg'unlagan ziyolilarning, nurg'unlagan adiblarning, nurg'unlagan tarixchilarning, nurg'unlagan raislarning, nurg'unlagan Sharqi Turkiston dohillarining, liderlarining orzusini o'zim bilan bildirib qoldim. Men ular bilan suhbatdosh oldum, ilpatdosh oldum, ular bilan nurg'un tarixlarni boshdan birga kechirdim. Sürgünde, mesela Zunun Qadir bilan sürgünde birga oldum ve başka isimlerini meyli Ötkür efendim olsun, meyli Turgun Almas olsun, meyli Zordun Sabır olsun, meyli Yusufbek Muhlis olsun, meyli Haşur Ayıp olsun, meyli Ziya Samidi Ziyakem olsun. Nurg'un tarixçilerimiz ve nurg'un inqilabçılarımızın arzu armanlarını, isteklerini, muşundaq bir kunni arzu qilgan kunlarni o'zim bilan billa turmaga olib kirib ketdim, o'zim bilan billa turmadan olib chiqdim. Bugun o'zim bilan billa mushu davoda oshlarning arzusi bilan quchoqlashib turib 20 milyon Uyghur xalqining arzu isteklarini bag'rimga elib, yelkamga elib chiqib
Özəm bilən aşı vəzifəni üstüge ağan, aşı azap okubatlarını tatıp atkan xalqның arzusunu üstüge ağan kahramanlar ve inqilabçılar ve kolluqçılar bilen billa bu davanı 6 yıldan beri mən ve meningden ilgirki davagarlar billa ep berbatılar. 60 yıldan beri dava ipirip atkan davagarlarımız fakat Şarkı Türkistan müstakil devletimizni kurgan Ahmetcan Qasım Efendim'nin vaxtideki dairlerimiz, yetekçilerimiz müstakillikte targ'ib qilganlarni hisobga olmaganda, Sabit Damullarni hisobga olmaganda, Muşu burunqi bizning mustaqilchi doiralarimizning o'zining orzularini, maqsadini, amalini va yo'l xaritasini xalqning oldiga qo'yganini hisobga olmaganda biz 60 yildan keyin o'zimizning yo'l xaritamizni ochiq o'tirg'a qo'yamadik. Faqat o'zaro so'rovlarda biz mustaqil qilamiz deb qo'limizni ko'tarib qo'yib, o'zaro so'zlashganda biz mustaqil qilamiz deb vaqirab qo'yib, biz mustaqil qilamiz deb namoyish qilib qo'yib ömrümüzni o'tkazdik. Zodi biz qanday mustaqil qilamiz? Mustaqil qilish uchun qaysi chora tadbirlarni qo'llanishimiz kerak. Bu mustaqillikka biz qanday yetimiz? Yetish uchun biz qaysi yo'llarga, kimlarga yo'llanishimiz kerak? Xalqimiz qanday ittifoqlashish kerak? Qanday birlik sap tuzishimiz kerak? Bu narsalarni biz texnik planni tuzmadik. Va nurg'un yetersizliklar, iqtisodiy kamchiliklar tufayli va nurg'un yetersizliklar tufayli biz mush masalani amalga oshiramadik. Mana endi bizning oldingi da'vogarlarimizning ep manga yo'lining oxirini men ep benishim bilan billa bu vaqt pishib yetildi. Biz dunyoga hozir kishilik huquq dedik. Biz dunyoga odamlarimizni o'ldirdi dedik. Biz dunyoga Uyg'ur xalqining mavjudligini, Uyg'ur xalqini Xitoyning qirvatqinining rostligini, bizni besib olganligini biz dunyoga anglatdik. Lekin Xitoydan nima olamiz degan narsani biz o'zaro tarqalib yurib, u tashkilot undaq, bu tashkilot bundaq, bu tashkilot bundaq bo'lg'achqa o'xshamagan fikrda bo'lganligi uchun dunyo bizning bir ovoz bilan chiqishimizni kutib, bizning hech qanday talablarimizni Xitoyga o'tirib qo'ygani yo'q. Faqatla bizning kishilik huquq talabimizni va bizning demokratiya, erkinlik talabimizni, o'z taqdirini o'z belgilash degan talablarimizni o'tirib qo'yib keldik. O'z taqdirini o'z belgilash degan talabimizni bahayada hamma organlarda mujmal talab deganlar bo'ldi. Mustaqillik degan talabimizga ish yapimiz deganlar bo'ldi. Biz hech qaysining fikrini anglamay, o'z taqdirini o'z belgilashning Muşu kelgüsüde xalqimizni haqiqiy mustaqillikka opiradigan yo'lda mushu haqda va kishilik huquqning mu, demokratiya, erkinlik deganlikning mu, xalqimizni cho'qim mustaqil qiladigan, mushundaq yerga opiradigan bir besib o'tadigan yo'l deb qarab bu harakatni ettirib keldik. Lekin biz xalqimizga buni tushuntirib bo'lamadik. Nurg'un bo'linishda nurg'un to'salg'lar bizni oldimizga keldi. To'sdi. Shuning uchun hozir dunyomi bizdan nimani talab qilsa, o'tirg'a qo'y dedi. 7-oyning 5-kuni 10 minglagan, 100 minglagan qarindoshlarimiz qinini eqitdi. İli vaqasida 2-oyning 5-kuni qinini eqitdi. Bari vaqasida eqitdi. Mushu vaqalar jarayonida biz yanıla mushu gapimiz bilan ketaverishni xohlamadik. Shunga bizning anglatidig'imizni dunyo anglab bo'ldi. Xalqaro anglab bo'ldi. Uyg'ur xalqining masalasi dunyoning tashqi siyosatiga oz to'la bo'lsin kirdi. Butun dunyo bizga diqqatini og'dirdi. Biz buni mushu dunyo Uyg'ur qurultiyi o'rindidik. Shuning uchun bu qitimqi yig'inga o'xshamagan fikrdiki, dunyoning hamma yeridiki, ashundaq oqida mukib bo'lmaydi deb atgan yoki haqiqiy kuyunib bo'lmaydi deb atgan. Mayli o'qituvchilik qilsin, mayli to'g'ri fikr qilsin, mayli xato qilsin, mushu maydonga kelib, mushu maydonda xalqimizga bir fikrda yug'urilishimiz kerak deb biz bu yig'inni ichishning ham xalqaroning talabiga asosan, ham o'zimizning vaqtining pishib ketganligi, ham 7-oyning 5-ida to'kilgan qonning xalqimizning tahirsiz Xitoy qirayotgan bu davrda xalqimizni qutuldirmasak bo'lmaydigan bir holga kelganligimizni biz bütün siyasi yo'llar Dünya Uyghur Qurultayidagi va qo'llovchi siyosatchilar bilan qayta muzokara qilish orqali bu yig'inni etishni qaror qildik. Bizning bu yig'inimiz cho'qim Uyg'ur xalqining taqdirini bu qatim belgilash kerak. Uyg'ur xalqiga vaqt qolmadi. Fursat endi kelsa qo'ldan ketib qoladi. Endi g'aybat qilish o'taqli vaqt yo'q. Endi kutib o'taqli vaqt yo'q. Endi o'zaro talishishning va o'zaro ishlashishning vaqti yo'q. Hammamiz bir ma'iriktin bir ko'lga suv to'kilishimiz kerak. O'xshash bo'lmagan ko'z qarshimizni bir doiraning orqaga egilishimiz kerak. Shuningga bir yerda yugurishimiz kerak. Shunga men avtonom deganlarni kasun bu yerga dedik.
Men mustaqil deganlarni kelsin. Öz taqdirini öz belgilash degan dunyo Uyg'ur qurtimi kelsin. Men lider bo'lsammi, Rabia Qadir 20 milyon Uyg'urning orzusi ovozi bo'lsammi, men yana Uyg'urning vakillarining, Uyg'ur xalqining orzusiga hurmat qilaman. Shu vakillar, shu xalqning vakillari dunyoning 2 milyon Uyg'ur sirtida bor. 2 milyon Uyg'urning vakillari kelib, mana shu huquqni berish kerak. Mana shu vazifani atish kerak. Mana sen mani qil, mani to'la, Muşunun da biz senin aklında desin, halk şu vaxtda nemini belgilep verse, ben şunun aklını manaman, hem ben şunu talep kılıman. Şunun için bu jığını biz aşmakçı. Rahmet Rabbimde, endi bu jığının müstəqməqəsi siz bu xalqlardan nemini kütüsüz adır? Endi ne qandaq bir səfərəlikə, qandaq bir yardım? Xalqımızdan kütüdüğən нәрсе, birisi muşu jığın intayın halqılıq vaxtı içildi. Muşu jığın Uyg'urning taqdirini belgileydi deb xalqaradagi bütün siyosiy qaravatıdı. Xalqimiz bu siyosiy deb qarash kerak. İkinci, hamma xalq muşu jığından ümid kutish kerak, muşu jığınga o'zining fikrini, aqlini evatish kerak. Ziyolilarimiz ve dini erbaplarımız ve o'quvchilarimiz, savdo sanoatchilarimiz bunun ahamiyatini tushunib, bununla bir haftalık bedel to'lab bilet elib kelish kerak. Bir haftalık muşununda özünün xalqining taqdirini belgilab, dunyoga ya cho'ginni olaman, ya oltinni olaman, ya go'harni olaman, ya kumushni olaman deb e'lon qilish kerak. Men hargiz xalqqa o'z ko'z qarashimni yoki mening ko'z qarashimga allaqachon xalqi aniq yoki boshqalar o'z ko'z qarashini tanlamaydi. Hamma xalq o'zining ko'z qarashini ashad bekitdi muzokara orqali. Yana mushu jig'inning muvaffaqiyatli echilishi uchun butun dunyodagi savdo sanoatchilarimiz, iqtisodiy va xalqlarimiz men bu jig'inni oz pul bilan ocholmayman. Bu jig'inga 150 ming dollar pul ketadigan hisobladik. Divanida xurjinga o'shnimga elib hamma yerdan so'rayapman. Rabia Qadir deb lider qiling, ha Rabia Qadir deb mo'ram urib chiqarib qo'ysa hisob emas. Men bu ishni amalga oshirishim uchun men mushundaq jig'illarni etishim kerak, dunyo birni ochishim kerak, xalqqa javob berishim kerak. Buning uchun menga mush jig'inga iqtisod kerak. Bütün dunyodagi savdogarlar bo'lsin, fuqarolar bo'lsin, o'zining tapqini bilan meni iqtisodiy jihatdan qo'llab, jig'inning pulini menga tayyorlab berish kerak. Har bir davlatdagi tashkilotlar ashadagi xalqqa deb buni tayyorlash kerak. Uyg'urlarning o'zining taqdiriga o'zining ko'ngil bildirganligi emas. Ishini men har qancha siyosatga aralashmaydigan odamman, mush jig'in uchun men 5 dollar tashlay desa, mush jig'in ichilib ketadi. Shuning uchun men bizni iqtisodiy jihatdan qo'llashinglarni umid qilaman. Meni bunda chiqarib qo'ybasliginglarni umid qilaman. Hammanglar hech bo'lmagan bir vaqt tamoqinglarning pulini chiqarib qo'yinglar. Bir vaqt tamoqinglarning pulini 30 kun Ramazonni tutamiz, yana 31 kun tutib, bir kun tamoq pulinglarni chiqarib qo'yinglar, jig'in ichilib ketadi. Amerikadagilarga shuni talab qilaman. Yevropadagilarga shuni talab qilaman. Islom dunyosidagi boylarmi bizning mush jig'inimizga yordam qilishini, islom dunyosining o'zining islom qirindishi bo'lgan Uyg'ur xalqining Xitoy hukmronligi diktator ostida qanday qirilayotganligini bilishini, diniy olimlarning qanday turmalarda o'ltirilayotganligini tushunishini umid qilaman. Jig'indan keyin men ham u islom dunyosining Uyg'ur masalasini anglatish uchun nayt cho'ng tirishchilik ko'rsatyapman. Mushuninga iqtisod ketadi. Men jig'indan keyin bu ishni o'rlashtiryapman. Uni o'rlashtiraman. Ham shuning bilan birga televizor stansiyamiz eshildi. Televizor stansiyamizmi bizning iqtisodiy jihatdan qiyinchiligimiz bor. Biz her xil tilda berishni orzu qilamiz. Buningmi xalqning qarab turmay, o'zi uchun so'zlayotgan televizor stansiyasiga yordam qilishni umid qilaman. Rahmat Rabbimda. Yana bir sizning xabaringiz bor. Xitoy raisi Hu Jintao Mushayining 18, 19, 20 kunlari Washington ziyorat qilmoqchi. O ziyorat jarayonida Prezident Obama bilan ko'rishdi va Amerikaning yuqori darajali organlariga ko'rishib, Xitoy Amerika o'rtasidagi muhim masalalardan biri bo'lgan Koreya masalasi, Xitoy pulining qiymati masalasi, Xitoy Amerika savdo munosabatiga balansi, tengsizlik, Xitoydagi xalqlarning inson haqlari haqida so'zlamoqchi. Endi bu Xitoyning Hu Jintaoning bu ziyarati dal Koreya masalasi jiddiylashgan. Amerika, Yaponiya, Koreya birlashmalari Xitoyning qayta norozilik qilmay muvaffaqiyat oyoqlashgan. Amerika Xitoyning o'zini turda bu Koreya masalasini oldi kishilik suhbat hal qilay deb talab qilsin, uni rad qilgan. Tayvan qurolli prezident Dalay Lamani ko'rish bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik biroz yiriklashib, endi asliga kelib Amerika davlat mudofaa ministrining Xitoyni ziyorat qilish bilan, ya'ni Xitoy bir passiv holat tushayotgan bir mezgilda Hu Jintao Washingtonga keldi.
Yani yakında özünüz bilseniz, Afrikadaki Xitayning eng chong uzoq yillik qo'llovchi Sudan ikkiga partish olib turdi. Yani o'shunda Xitoyga ziyon, yani bo'layotgan bir xalqaro siyosiy vaziyatda Xo'jida Amerikalik. Sizningcha Xo'jitowning bu ziyorati Amerika Xitoy munosabatini yumshatirish, ya'ni Amerikaga Koreya masalasi, Eron masalasi va boshqa xalqaro masalalarga yo'l qo'yishni maqsad qilamiz. Biz hozir Xo'jitowning 19-yillar kelishi bilan Uyg'urlar, Tibetlar, Xitoy demokratlari, Tayvanliklar va Koreya o'xshamagan tashkilotlar birlashib Oqsaroy va State Department hukumatning oldida intayin cho'ng namoyish qilamiz. Va namoyish qilish bilan birga nihoyatda cho'ng Xo'jitowni bizga besim qilayotgan besimlari va buningki xalqaro qilayotgan zo'ravonligi ustida shikoyat so'zlaymiz va kongresslar so'zlaydi, men so'zlayman, nihoyatda cho'ng faoliyat uyushtirdik. Bununla nurg'unlagan muxbirlar keladi. Biz bununla Xo'jitowning kelganda biz Amerikaning yoqasini qo'yib etmaymiz. Bu haqda biz hozir Amerikaga nihoyatda Oqsaroyga nihoyatda yuqori darajada o'zimizning deklaratimizni Uyg'ur masalasiniki va shu Xitoyning Uyg'urlarga tutayotgan masalasi ustida Oqsaroyga deklarat yozdik. Uningdan boshqa biz yana jiddiy State Department Amerika hukumatiga, Clinton xonimga Uyg'ur masalasining bu qatim jiddiy qarashi, turmadagi minglagan qarindoshlarimizni chiqarib etish haqida Xitoy bilan o'tkazilgan suhbatda bizning Uyg'urlar masalasi oldingi o'ringa qo'yilib, jiddiy qarashi va o'tirib qo'yish haqida allaqachon talabimizni o'tirib qo'yib bo'ldik. Bu haqda biz bilan munosabatli organlar ko'rishib, bizga javob berib bo'ldi. Amerika hukumati Xo'jitow bilan bu qatim ko'rishgan vaqtida bir qatimda masalani hal qilish mumkin. Xo'jitowning qanday maqsad bilan kelgan bo'lishidan qat'iy nazar biz hozir Amerika hukumatiningki mushu davrda duch kelgan iqtisodiy krizis masalasini nazarga olamiz. Xo'jitow dal Amerika hukumatining hozirgi duch kelgan iqtisodiy krizisidan foydalanib, o'zining nurg'un gaplarini, nurg'un masalalarni amalga oshirib olmoqchi. Uyg'ur masalasini men mushu Xo'jitow kelgan vaqtida kishilik huquq masalasini qo'ygan vaqtida Uyg'ur masalasi Tibet masalasining eng oldingi qatorda qo'yilib qo'yilganligi haqida javob anglab bo'ldim. Ben özünüz dediniz, hozir Amerika iqtisodiy mustaqil qiyinchilik davrida Xo'jitowga kelib ba'zi bo'lishi. Mesela Amerika qiyin ahvolda hozir iqtisodiyotdan, Xitoydan yani pul olish mumkin, qarz olish mumkin. Agar bu qarz bo'lsa, Xitoy Amerikaga besim istab Uyg'ur masalasini cheklab qo'ysa, Amerika cheklab qo'ygan masalalarni iqtisodiyotda qisib qo'yish, faoliyatini cheklab qo'yish. Hargiz. Amerika o'zining axloqiy ko'z qarashidan voz kechadigan davlat emas. Amerika o'zining o'rnidan, o'zining prinsipidan voz kechadigan davlat emas. Xitoy bilan har qanday diplomatik munosabatni o'tkazishi, bizning ishimiz ya orqaga kechikishi yoki mundaroq ya ondaroq bo'lib ketishi mumkin, yana oldingi o'rinda turadi. Chunki bizning masalamiz Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi, Tayvan masalasi va Moğollar meselesi mi? Amerika'nın kelgusidagi stratejik planının bir parçası. Hem xalqaranın mushu qitim Xitoy bilan erishayotgan Yaponiyaning mi, Koreyaning mi meselesiga o'xshashli bir masala. Siz ana shunda qarsangiz bo'ldi. Buningdan hech qanday davlat boshlatamaydi, hech qanday siyosat buningdan boshlatamaydi. Bu hech qanday tarix Xitoyning o'zini boshlatamaydi. Shuning uchun Xitoy intayin cho'chib ketib qoldi. Demak, siz demoqchi bo'lganingiz Uyg'ur masalasi Amerika Xitoy o'sha yanglishida aloq etilgan masala emas, xalqaro masala. Ash masalalar bilan o'xshash kun tartibiga qo'yiladi. Agar u kun tartibiga qo'yilmasa, dunyoning strategik planini amalga oshmaydi. Yana bir savolim, oxirgi savolim, siz bilasiz, mana bu shartishida Sudanda referendum bo'ldi, ya'ni umrda mustaqil bo'lib boqmagan Janubiy Sudan xalqi mustaqillikka erishish oldi turdi. Endi siz bu Sudanning mustaqil bo'lishi, yani bu bo'lishni qanday qaraysiz? Bundan Uyg'urlar qanday dars olish kerak bo'libmi? Uyg'ur siyosatchilar qanday ta'lim tarbiyasi olish kerak? Albatta. Biz mayli Tibet masalasini nurg'un tajribalarni oldik. Shu Kosovo masalasini nurg'un tajribalarni oldik. Biz yangi mustaqil bo'layotgan davlatlarning har qanday tajribalarini o'rganyapmiz, ham o'zimizni tajriba oshiryapmiz. Bo'libmi Sudan masalasi bizning eng tek Uyg'urlar o'rganadigan bir masala. Xalqaro siyosatni unda o'ynay olganligi uchun, xalqarodagi yo'llanadigan cho'ng davlatlarning kuchidan foydalanishni bilganligi uchun, oshlarning ko'ziri bo'lishga aylanganligi uchun,
aşınınğa kun tərtibiga kirib mustaqil bo'ldi. Bizningki da'vogarlarimiz yoki da'vogarlarimizdan orqadan fitna taqtiyotganlar yoki o'zininkini to'g'ri deb joyillik qilayotganlarning bir gap bor. Biz o'zimiz hozirda chiqib mustaqillik etamiz. Biz hech kimga yo'lanmaymiz. Amerika degan qondanim ekan o, Poloniya degan qondanim ekan o. Bizga g'arb dunyosi yordam qilolmaydi. Islom dunyosi yordam qilolmaydi. Hammasi bizga yordam qiladi. Bu xalqaro siyosatni o'ynayolsangiz, mush xalqaro siyosatga kiralisiniz, Amerikaning kun tartibiga kiralisiniz, g'arb dunyosining kun tartibiga kiralisiniz. Ana Sudan masalasi hal bo'lgandek, sizning ishingiz bilan bo'ladi. Siz uning bilan qarshilashib, men uni ko'zab bilmayman desiniz, tarixda Yoqubbek bo'lgandek, bizningki Sobit Tamullan bo'lgandek, shundoq Ahmadjon apandim bo'lgandek, biz tayyor bo'lib bo'lgan dunlagan polonini egallamay qolamiz. Shuning uchun bizni nurg'un adamlar Amerikaning g'olchisi, palonchining g'olchisi deydi. Biz hech kimning g'olchisi emas. Amerika hech kimga qarzdor emas. Lekin bizga to'g'ri yordam qilayotgan har qanday davlatga yo'linamiz. Biz uningdan foydalanamiz. Yordamini olamiz. U davlatga bu biz sadoqatli bilan javob beramiz. Ayni vaqtlarda bizning nurg'un akillarimiz, dadillarimiz Rossiya bizni ozod qildi deb turmushga kirib etilib ketgan. Ölüp ketgan. Ana oshlar bizga o'xshash bir cho'ng davlat orqamizda tursa, biz ozod bo'lamizmi-ki degan umidni ketgan. Lekin ba'zanlar oshni misol qiladi. Yo'q, endi shu Rossiya bizning yerimizda qilolmagan ekan, biz endi Amerikaga keldik. Biz cho'qim oshindaq yo'linimiz. Bizning strategik o'rnimiz oshindaq qilishga tegishli bir organda. Shuning uchun biz o'zimizga ishonamiz, o'zimizga yo'linimiz, oldi bilan o'zimizga yo'linimiz. Biz oldi bilan o'zimiz kurash qilmay, bizga haq bekorga etmaydi. Lekin o'zimiz kurash qilish orqali boshqalarning yoqasidan tortib akilib o'zimizga qartimiz. U bo'lsa Amerikani va dunyoni o'zimizga qartish dedim bana. Ana Sudan mushurobni o'ynadi. Rahmat Rabbimda sizning juda oldirash vaqtimizda yaqinda Yevropaga safarga chiqish oldigan bugun men soat 10 bo'lib ketdi. Mush vaqtgacha uyingiz ketmay ishxonada bizni qabul qilganingizga rahmat. Safaringiz yo'l tilayman. Ishlaringiz qutlug' bo'lsin. Allah Uyg'ur xalqiga pat arda Sudan kelgandek bizga shunday kunlar nasib qilsin. İnşallah men yana shuni deb qo'yay, men mush 20-chi yo'lga chiqib 7 davlat ziyorati bilan Uyg'ur qarindoshlarimning ichki ishlarini bir taraf qilishga borman. Buningda maqsadim birinchi yig'inning masalasini tashviq qilish, ikkinchisi buningdan keyingi har davlatda bo'lgan da'voyimizni ilgari surish, yana xalqimizga shunday bir xush xabarni yanada yetkazaman. Bizning Yevropa parlamentida janvada odamlarimiz bor. Bizning yani yaqinda, yani uningdan yaxshi bir ishlarimiz bo'lyapti. Men xalqimiz bilan pat fursat yaqin soatda xo'shallik bilan ko'rishni umid qilaman. Shuning bilan birga butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarim, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga chin ko'nglimdan, chin qalbimdan salom yo'llayman va ularning oilasiga xotirjamlik, erkinlik va ularga nihoyat yuqori istaklarni Allohdan tilayman. Amin. Xayr, xo'sh. Yansın her yerde